Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga juma 12-iyun 2026-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni har doimgidek eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bugungi o'sha 7 ta 6 ta muhojir novvoslarni video obzorini qilib beramiz. 7 ishtilari bilan qo'ldan kelgancha narx-navolarni bomba qilib berishga harakat qilamiz. 7 ishchi sog'liklari yaxshi. Videolarimiz boshida aytib o'tamiz. Bo'ylari 1+ novvoslarimizni bonusga mana shu chorva ishqibozlari YouTube kanalini ko'rib telefon qildim desalaring 12.800.000 so'mdan dastavkasi bilan qilib beramiz vodiy bo'ylab. Hozir shularni batafsil tushuntirib o'tamiz. Xo'p, ko'rib turibsizlar, mana biz shvetni o'rishamiz. 7 ishtilari bu ham zo'r, o'ta kamchiligi yo'q. Hop. Mana orqa tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, kanalimizda yangi bo'lsalaring, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ying. Shunda biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Ikkalasi xunojin. Alqolni kelishgan. Mana bu olani, mana shunaqa bir xil bitta sherigi bor. Tashqarida qiziqqanlar jupini olamiz degan odamga tavsiya qilaman. Bo'ylari 1+ chiqsa kerak. Mana bu 95. Hop, mana busi 10.200.000 so'm. Mana busi 11.200.000 so'mdan jupi bilan qilib beraman. Qiziqqanlar ekran ostidan nomerga aloqa chiqsalaring, Telegramdan tashlab beramiz videolarini. Mana bu novvasimiz, mana hozirga aytganimiz, bo'ylari 1+. Bu bilan mana busi ikkalasi jup. Mana shvetimiz, 7 ishtilari zo'r. 1 metr plus chiqadi. 1 metrga olaveringlar. 12.800.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. YouTube kanalidan telefon qildik desalaring bo'ldi. Mana obuna bo'lib, mana shu ikkalani o'rishamizni. Alohida video desalang, alohida videolarni qilib beramiz. Mana bu ikkalasini doim aytyapmiz mana shu. O'zimiz boqib turgan novvoslar, lekin sotamiz. 15.300.000 so'mdan kamini qilib beramiz, xayrini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari bilan. Bular 1.10, 1.15. 1.5, 1.10 plus novvoslarimiz. Bular ham xudo xolasa 7 ishtilarda umuman muammolari yo'q. Balki kelganda kuzatib borayotgan obunachilarimiz bilishadi. O'ta oriq molada mana xudo xolasa yaxshi o'zgarishlari zo'r. Hozir o'zimiz boqyapmiz. Vitaminlarni qildirib, har xil 7 ishtilarni qilib yemlarida ham 3-4 xil yem qilib berdik. Xudo xolasa yaxshi. Narx-navolarni aytib o'tdik, hurmatli obunachilar. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz-u bizlarga nasib bo'lsin. Xonadonlaringga, qilayotgan ishlaringga fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalimizga qadashib turasizlar. Mana shunaqa novvos boqaman deydigan do'st birodarlarga podpiska qilishni unutmanglar.